Kecha tunda Albacete Barselona o'yini bo'lib o'tdi. Hisob 1-2. Endi sovuqqonlik bilan bosqichma-bosqich va aniq faktlar asosida o'yinni tahlil qilamiz. Futbol haqida shunday ma'lumotlarni birinchilardan bo'lib bilishni istaysizmi? Unda hoziroq videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Albacete 5-3-2 sxemasida maydonga chiqdi. Asosiy maqsad himoyani zich ushlab, qarshi hujum orqali tez xavf yaratish edi. Barselona esa 4-2-3-1 bilan o'ynadi. To'pni nazorat qilish, qanotlardan kengroq hujum va markazdan kombinatsiyalar qurish asosiy vazifa bo'ldi. O'yinni boshidanoq Barselona aniq ustunlik qo'lga kiritdi. To'p egaligi katta bo'ldi. Albacete esa past blokda kutib olib, kontra-atakalarda xavf qidirdi. Dastlabki daqiqalarda Albacete Antonio Puertas orqali bir nechta zarba bilan darvozani sinab ko'rdi. O'yin davom etgani sayin Barselona bosimi kuchaydi. Kombinatsiyalar orqali markazdan va kanotdan imkoniyatlar qurdilar. 39-daqiqada o'yinning birinchi gol epizodi yuz berdi. Marcus Rashford ikki himoyachini jalb qilib, Frenkie de Jongga pas berdi. De Jongning uzatmasidan Lamine Yamal bir teginishda aniq yakunlab hisobni ochdi. Birinchi bo'lim oxiri va ikkinchi bo'lim boshida Barselona yana imkoniyatlar yaratdi. 56-daqiqada Rashfordning burchak zarbasidan Ronald Araujo bosh bilan zarba berib hisobni 2-0 qildi. Bu ikkinchi bo'limdagi muhim pallardan biri bo'ldi. Shundan keyin o'yin ritmi biroz sekinlashdi. Barselona ko'proq maydonni boshqarishga urinib, Albacete esa imkoniyatni kutib, o'nlikda hujumlarni tashkil etdi. Joan Garcia, Barselona darvozaboni, bir nechta muhim to'siqlarni amalga oshirdi. Albacete darvozabonining saqlab qolgan vaziyatlari jamoani o'yinda ushlab turdi. 87-daqiqada Albacete zaxiradan kiritganlar orqali bosimni kuchaytirdi va Javier Moreno gol urib hisobni 2-1 ga qaytardi. So'nggi daqiqalarda Albacete chiziqdan qaytarilgan zarba va bir necha yaqin vaziyatlarga ega bo'ldi. Ferran Torresning to'pi oxirida gol deb o'ylangan paytda VAR tomonidan ofsaydda deb bekor qilindi. Statistika va raqamlar. Albacete darvozaboni bir nechta muhim seyvlar qildi. Umumiy saqlashlar 4 ga yaqin. Barselona darvozaboni esa kamroq harakat qildi. Kartochkalar. O'yinda har ikki jamoa birtadan sariq kartochka oldi. Qizil kartochka yo'q. VAR va hakam qarorlari. Ferran Torresning golini VAR offside sabab bekor qildi. Bu o'yinning oxirgi dramatik epizodlaridan biri bo'ldi. Zaxiralar va shaxsiy ta'sirlar. Ronald Araujo o'yinda start oldi va 56-daqiqada burchakdan bosh bilan gol urdi. Jamoa uchun muhim lahza. Lamine Yamal 39-daqiqadagi gol bilan o'yinning ritmini belgiladi. Albacete zaxira o'yinchilari oxirgi bosqichda katta ta'sir ko'rsatib, 87-daqiqadagi golni keltirib chiqardi. O'yindan kelib chiqqan holda xulosa qiladigan bo'lsak, Barselona to'p ustunligi va zarbalar soni ustunligini ko'rsatdi. Ammo Albacete oxirgi bosqichda kuchli bosim o'tkazib, hisobni qisqartirdi va gol uchun aniq imkoniyatlar yaratdi. Asosiy hal qiluvchi lahzalar ikkala jamoa gol urgan vaqtlardir. Sizningcha, bu o'yinda eng hal qiluvchi taktika yoki epizod qaysi bo'ldi? Izohlarda qisqacha yozib qoldiring.